Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Bu kun kichik bir shaharchada oddiy kun edi. Uylardan birida Bilol ismli bir frilanser dasturchi yashar edi. Kunduzi u saytlar ustida ishladi. Kechki esa buyurtmaga dastur yaratdi. U kichkina kvartirada yolg'iz yashardi. O'sha kuni u navbatdagi loyihasini yakunladi. U to'xtovsiz klaviaturani bosib ishlardi. Kalit so'zlarni yozdi va ish yakuniga yaqinlashdi. Ishning so'nggi daqiqalarida u g'alati narsani payqadi. Notebookda webkamera ko'rsatkichi bir zumda yonib ketdi. Bilol shubhali hech narsa topa olmadi va buni notebookdagi vaqtinchalik nosozlik deb o'yladi. Ertasi kuni Bilol notebookda 7 soat ishladi. Ertasi kuni kechga hamma narsa takrorlandi, lekin bu safar kamera yanada uzoqroq yondi. U o'chib yana qayta yondi, xuddi Bilolni kimdir kuzatayotgandek. Shunda Bilol tizim tahririni ishga tushirdi va bir nechta yashirin papkalarni topdi. Ularni aslo tugatib bo'lmas edi. Qayta yuklagandan keyin u narsalar yana paydo bo'lib qoldi. Bilol tizimni chuqurroq kovlay boshladi va tizimda kuzatuvchi nomli yashirin foydalanuvchini topdi. U profilni o'chirishga urindi. Kompyuter bir muncha vaqt qotib qoldi, lekin hech qanday natija chiqmadi. Bu nimasi jin ursin, buni qanday olib tashlasam bo'ladi? Bilol qayta fayllar va foydalanuvchini o'chirishga urindi. Fayllarni chuqurroq ko'zdan kechirar ekan, u tizimda yashirin papkani topdi. Ichida rasmlar bor edi. Kimdir yoki nimadir uni kuzatib yurgan edi. Rasmlar sanalariga qaraganda bu rasmlarga bir necha kun bo'lgan edi. Mana Bilol kod yozmoqda. Bu yerda cho'zilib boshxonaga ketdi. Bu yerda u kompyuter oldida uxlab qoldi. Rasmlar orasida u nimadir dahshatli narsani payqadi. Deyarli har bir kadrda qorong'u eshik oldida uzun siluet turardi. Va har yangi rasmda figura yanada tiniqroq ko'rinar edi. Va Bilol orqasidan kimningdir sovuq nafasini sezdi. Lekin orqasiga qaraganda u yerda hech kim yo'q edi. Nima bo'layotganini tushunmay Bilol webkamerani skoch bilan yopib qo'ydi. Balki bular unga yarashadi. Ajablanarlisi shuki, bu voqealardan so'ng ba'zi papkalarni o'chirib, foydalanuvchini ham o'chirishga erishdi. Shundan so'ng u notebookni qattiq yopdi va o'zini charchagan deb bilib uxlashga yotdi. Ertasi kuni u kecha bo'lgan voqeani deyarli unutib qo'ygan edi. Kompyuterida yangi papka paydo bo'lgunicha hech narsa ko'rinmadi. Titragan barmoqlari bilan u papkani bosdi va yangi rasm ko'rindi. U rasmda Bilol kompyuter oldida o'tirardi. Rasm hozirgina olingan edi. Kamera hali ham yoqilgan edi. Televizor? U hozir u yerda. Televizor kamerasi ko'rsatkichi yana yashil yondi. Televizorning qorong'u ekraniga qarab, u qop-qora siluetni payqadi. Bu o'sha kuzatuvchi. Ha, ish qilib maxluq ekranga urilganida qo'llab qo'ymadinglarmi? Obuna bo'ling. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.